Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umijon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Bugun 2025-yil Xudo xolasa 24-mart kuni video qilyapmiz. Ertalab video qilyapman, qo'yaman, uстановка qilamiz. Akalar, bugun biz uchun bir kerakli kun, ya'ni nimaga biz uchun bir muhim bo'lgan kunlardan biri. Duo qilaylik akalar, Xudo xolasa nasib bo'lsa, bir natija eshitishimiz kerak. Abitdan keyin Xudo xolasa kechgacha natijani eshitamiz. Komanda uchun, biz uchun, o'sha begonamiz olami uchun, biz uchun, ya'ni bizda komanda uchun juda muhim kun bugun. Duo qilib tursalaring, Xudo xolasa nasib bo'lsa, abitdan keyin javobini olaman. Sizlarga kechki paytda inshaalloh bo'lishaman. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Allohimdan nimaki so'ragan bo'lsak ziyodasidan bersin. Duo qilaylik akalar, faqat duo, boshqa narsa kerak emas. Biz uchun muhim kun bugun. Endi nimaligini aytib o'tmay, bitta o'zgarish bo'lgan. Jahapachilik bo'yotdi, o'sha narsa to'g'ri bo'lganda, qishloq xo'jaligi bo'yicha qishloq xo'jaligi kechqurun emas, kunduzga abitdan keyin aloqaga chiqib, o'zlari chiqib bitta o'zgarish berdi. Agar shu o'zgarish bo'lsa, biz uchun anchagina kerakli narsalar bo'ladi. Duo qilamiz akalar, ishimiz o'ngdan bersin. Allohim ko'pchilik duosi o'tadi. Duo qilaylik. Yaxshi natijalarda javoblarni eshitaylik. Yaxshi gumonda bo'lib, nasib bo'lsa, xullas yaxshi narsalar biz uchun. Duo qilib qo'yamiz. Jigarlarim, bilasizlar-ku, sizlarni yaxshi ko'ramiz biz. Biz daromad qilsak, biz boyisak, men boyisam, shogirdlarim ham boyiydi. Chunki meni boyishim o'sha shogirdlarga bog'liq. Keyin chuvalchang olaman degan, beraktor olaman deganlar, bilaman, telefon ko'p bo'lyapti. Qisqaroq javob berishga harakat qilyapman. Video ko'ringlar deb aytayapman. Video ko'rishlarini tavsiya beraman. Aloqaga chiqsalaring, kerakli videoni tashlab beraman. $2000 beraktor musofirlar uchun, o'zimizda O'zbekiston uchun chuvalchang olmoqchilarga kerakli videoni tashlab beraman. Ko'rib chiqadi, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Tez orada yuk tarqatamiz akalar. Men mana ularni hozir begonamiz topshirilgan begonamizlarni joyiga qo'yib olay. Xudo xolasa tez orada albatta yuk tarqatib, yukka chiqishimiz, ya'ni viloyatga yuk tarqatishimizni kunini aytaman. Joylarini tayyorlayveringlar. Xudo xolasa hammani yukka olib chiqib beriladi inshaalloh. Zaifga ko'p bo'lgan, chuvalchang qilaman deganlar, joy tayyorlatganlar bor. Birdan hammani yukka gazelda, o'zim katta mashinamda olib chiqib tarqatib beraman Xudo xolasa. Duo qilib turamiz akalar. Rahmat hammalaringizga. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umijon. Like bosib qo'yamiz akalar. Rahmat.